Assalomu alaykum. Talaba yoshlar, magistrlar, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ustozlar, barchalaring uchun manfaatli bo'ladigan, o'qituvchi bilishi kerak bo'lgan bitta uslub bor. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsalaring, o'sha uslubni sizlarga taqdim etaman. Albatta bu usul juda ham manfaatli. Darslaringizda maktabda, litseyda, kollejda yoki oliy o'quv yurtlarida dars berayotgan ustozlarga ham maqbul bo'ladi yoki o'quv markazlarida dars berayotgan ustozlarga ham, ya'ni jamiki ustozlarga, auditoriyada o'quvchilar bilan ishlash jarayonida juda ham muhim va kerakli va manfaatli bo'lgan uslub bor. Shu uslubni o'rganishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Qani ketdik. Diqqatli bo'lamiz. E'tibor beramiz. Yana doskada yana bir auditoriya tasavvur qilamiz. Auditoriyada doska bor. Yana o'quvchilar. Endi xonani tasavvur qilib tizishga harakat qildik. Balki siz dars o'tayotgan xona 2 qatorlidir, balki 3 qatorlidir, balki 6 qatorlidir. Balki 10 ta parta bordir, balki 30 ta parta bordir, balki 60 tadir. Balki oliy o'quv yurtida dars bersangiz, patogik dars uchun mo'ljallangan xonadir. Balki o'quv markazida dars bersangiz 10-12 kishilik xonadir. Qaysidir ko'rinishdagi xona deb tasavvur qildik. Men endi 4 qatorlik bir 12 ta partadan iborat 24 kishilik auditoriyani chizdim. Sizning xonangiz bundan farqli bo'lsa ham, hozirgi tushuntiradigan ma'lumotim hamma xonaga umumiy to'g'ri kelaveradi. Xo'p, nimani tushuntirmoqchiman sizga? Diqqatli bo'lamiz. Diqqat bilan e'tibor beramiz. Bu juda ham muhim qoida. Albatta bilishimiz shart va darsimizni qo'llashimiz shart bo'lgan qoida bu. Ya'ni men bu qoidani 60 sekund qoidasi deb ataganman. Nima u 60 sekund? 1 daqiqa nima u? Qachon qaysi ko'rinishda biz uchun ishlaydi va qanday ishlatamiz? O'qituvchi 60 sekund davomida, ya'ni kimdir darsida 3 martadan 5 martagacha, ya'ni 3 martadan yozmay ketibman, endi tushunib olaverasiz. 3 martadan 5 martagacha albatta 60 sekund qoidasidan foydalanish kerak. 3 marta kimlar uchun? 45 daqiqa dars o'tadigan ustozlar uchun. 5, 6 yoki 4, 5 marta bo'ladigani, ya'ni 3 marta ishlatadiganimiz 60 sekundni 5 martagacha ishlatadiganimiz kim uchun? Ko'proq 120 daqiqa yoki 150 daqiqa, ya'ni 1,5-2 soat oralig'ida dars o'tadigan o'quv markazlarida yoki kollej yoki oliy o'quv yurtlarida dars o'tadigan o'qituvchilarga bunisi to'g'ri keladi ko'proq. Bunisi esa maktab ustozlarga 40-45 daqiqa uchun bu 3 marta ishlatilish qoidasi kerak bo'ladi. 60 sekundda nega 3-5 marta ishlatamiz? Qaysi ko'rinishda? Nima maqsadda? Ya'ni bu o'qituvchi bor deylik. Ustoz auditoriyada aylanishi kerak. Ya'ni qanday ko'rinishda? Nima maqsadda aylanadi? Odatda o'qituvchilar qiladigan xatosi shu oldi qismida xonani, ya'ni doska o'tiradigan joyi, doskaning atrofida ko'proq bo'ladi. O'quvchilar orasiga nima qilmaydi? Kam kiradi. Ya'ni 60 sekund qoidasi 60 sekund davomida xonada aylanish kerak. Ya'ni bu qatorda o'quvchilarning misol amaliy mashqlarini nazorat qilib aylanishi mumkin yoki shu turgan joyidan doskaga ma'lumot tushuntirishi mumkin va hokazo. Ya'ni 60 sekund davomida xonada aylanishga 1 daqiqa vaqtini ajratish kerak. Qatorlarda yurib o'quvchilarni nazorat qilish yoki shu holatda ma'lumotlarni qaysi fandan bo'lsa, matematika bo'lsa, doskadagi ma'lumotni shu o'quvchilar orasiga kirgan holda tushuntirish mumkin. Til kurslari bo'ladigan bo'lsa, savol-javob qilish kerak mumkin yoki speaking qilish mumkin yoki boshqa bir kimyo fanlari bo'lishi mumkin. Qaysidir ko'rinishda bolalar bilan muloqot qilishimiz va auditoriyani ichiga kirishimiz kerak. Qancha vaqt sarflaymiz ekan har bir kirishimiz uchun? Albatta 60 sekund. Bunaqa holatlar 45 daqiqada nechta takror bo'lish kerak ekan? Albatta 3 takror. Agar darsingiz
1,5 2 soatlik bo'lsa nechta takror bo'lishi kerak ekan? 3 takrordan 5 takrorgacha, ya'ni 1 minutlik aylanish holati 1 marta bilan yakunlanmas ekan. Misol 45 daqiqa bo'lsa, har 15 minutda 1 marta. 90 daqiqa bo'lsa qancha bo'ladi? 90 ni 15 ga bo'ladigan bo'lsa necha bo'ladi? 6. 5 yoki 6. Ya'ni har 15 minutdan 20 minutgacha bo'lgan, ya'ni deylik 10 minutdan 20 minutgacha bo'lgan oralig'ida har 16 minutda yoki 17 minut yoki 15, o'rtacha 15 minutda bir xonani nima qilib qo'yish kerak ekan? O'qituvchi harakatlanib, bu joyidan xonada aylanish uchun joyini kuch holatiga o'tish kerak ekan. Tushunarlimi? 60 sekund qoidasi. Xonada o'quvchilarni ichiga kirib, auditoriyani aylanib chiqib, o'quvchilar bilan muloqot qilib, til kurslarida yoki aniq fanlarda, kimyo, matematika yoki ona tili fanlarimizda doskadagi ma'lumotni o'quvchilar orasida turgan holda ham tushuntirsangiz ham bo'laveradi va boshqa maqsadlarda foydalanishingiz mumkin. O'quvchilar bilan muloqotni yanada yaqinroq qilish uchun 60 sekund vaqt ajratishimiz kerak ekan. Bu nechta takror bo'lishi kerak maktab darslarimiz uchun? 3 takror. Undan ko'proq vaqtni oladigan darslarimiz uchun 4-5 takrorga olib chiqishimiz mumkin ekan. Bu uslub sizlarga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringni, olgan manfaatli ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, manfaatli olgan nuqtalaringizni, xulosalaringizni yoki mendan yana nimalar kutayotgan bo'lsangiz, albatta kommentariyalarda o'z xohishingizni va qiziqishlaringizni yozib qoldiring. Shunaqa ma'lumotlarga ega bo'lgan va bundanda to'laroq, bundanda ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lgan ma'lumotlarga to'la onlayn kurslarni ham tez kunlarda tashkillash niyatlarimiz bor. Agar qiziqish bildirsangiz yoki sizga shunday darslar kerak bo'lsa, albatta bajonidil men sizga yordam berishga tayyorman. Ya'ni o'quvchilarga mehr berish, ilm berish, darslarni to'g'ri tizimlashtirish bo'yicha darslar tashkillayapmiz. Video dars ko'rinishda, yozib olingan dars ko'rinishda yoki jonli efir ko'rinishda bilimlarimizni albatta sizlar bilan almashish, ulashish maqsad qilganmiz. Tez kunlarda siz kutgan, siz xohlagan, sizga kerak bo'lgan bilimlarimizni sizlarga taqdim etishga biz tayyormiz. Sog' bo'lasizlar. Ajratgan vaqtlaringga, shu ma'lumotlarni o'rganish uchun sarflagan vaqtlaringga albatta rozi bo'lasizlar. Bu kombinatsiyani, bu uslubni, bu holatni o'z darsingizda, keyingi darsingizda albatta qo'llab ko'ring. Siz uchun manfaatli bilimlarimizni berishga tayyormiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Rahmat.